Bu video Premiere Pro'ga kirish bo'ladi. Sizlarni interfeys bilan, ya'ni Premiere Pro'ning interfeysi bilan tanishtirib o'taman. Videoni boshlashdan oldin like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lardik. Bu sizlar uchun bor yo'q 1 soniya. Bizlar uchun esa juda ham katta yutuq hisoblanadi. Chunki qancha obunachilarimiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p sifatli va foydali bepul bilimlar ulashib boramiz do'stlar. Obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, videoni boshladik unda. Birinchi navbatda do'stlar, interfeys nimadan iborat? Programmamizga, dasturimizga ma'lumotlarni joylab olishimiz uchun ko'rgan bo'lsanglar, papkalar ochib tashlaganman. Mana shunaqa dasturga ma'lumotlarni joylashimiz uchun proyekt bo'limini ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, kerakli, masalan, fayllar, video yoki rasmlar chiqib kelaveradi. Masalan, faylni tanlab olamiz. Ya'ni bu kompyuterimizdan tushirib oldik endi mana bu yoqqa tushdi. Endi xohlasak mana bu yoqdan bitta ben ochadigan bo'lsak, bu yoqqa o'sha benni ichiga tayyorlab solib qo'ysak bo'ladi. Mana endi ichiga kirdik. Bo'ldi. Endi bu proyekt bo'limi hisoblanadi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yoqdan anchagina har xil papkalar bor. Bular proyekt bo'limining ichida. Endi buni ichiga kirib qo'yamiz. Keyingisi timeline. Mana bu yoqda timeline asosiy narsalardan bittasi. Endi bu yoqda bu timeline'ni bitta sekvensiya ochib olamiz. Bu sekvensiyamiz mana tak bitta bosib ochib olamiz va mana buni bu yoqqa tushiradigan bo'lsak, aynan o'sha sekvensiyaga bu faylimiz tushdi. Mute qilib bosib qo'yaman, ovozi eshitilmaydi. Ya'ni bizdan chalg'imasligimiz uchun ovozini o'chirib qo'ydim. Endi tashlagan videolarimiz bu yoqda ko'rinishi uchun do'stlar, program monitorimiz bor. Ya'ni program monitorda qilgan ishlarimizni ko'rib borsak bo'ladi do'stlar. Undan keyin do'stlar, program monitordagi narsa ko'ryapmiz. Timeline'da buni kesib, masalan, S harfini bosadigan bo'lsak, mana bunaqa holatda kesib, Razer yoki mana bu yoqqa kelib Razer tanlasak bo'ladi. Garaj klavishalar juda ham muhim do'stlar. Albatta, programma o'rganmoqchimisizlar, garaj klavishlarini yodlanglar. O'zingizlar uchun 200 ta, 300 ta garaj klavish yodlab qo'yinglar, bo'ldi. Har bitta dasturdan. Bu ko'pga o'xshab ko'rinadi, lekin masalan 1 oy, 2 oy davomida yodlab olsanglar, yaxshigina yodlab olasizlar. Ishlash tezliklaring 5-10 barobar oshadi. Bu narsaga men garantiya beraman. Agar mana shu dasturlarda ishlaydiganlar bo'lsa, agar montajyorlar bo'ladigan bo'lsa, garaj klavishlarini foydali tomonini albatta uzoqlarga yozib ketinglar. Bu men uchun ham, qolganlar uchun ham muhim. Ya'ni yangi o'rganuvchilar uchun ham juda ham muhim hisoblanadi do'stlar. Va albatta dastur haqida bilgan fikringizni kommentariyada yozib ketsanglar, men ham xursand bo'laman, yangi o'rganuvchilar ham xursand bo'ladi do'stlar. Undan keyin do'stlar, effect control, ya'ni bu yoqda edit qildik, tahrirladik. Masalan, buni o'lchamini kattaroq qilmoqchimiz. Masalan, motion buni scale, masalan, mana bunaqa qilib kattaroq, kichikroq holatga o'tkazib olishimiz mumkin. Position, mana bu yoqda positionda o'ngga yoki chapga surib o'zgartirsak bo'ladi do'stlar. Mana shu effect controls bo'limi ham juda ham muhim. Endi do'stlar, undan keyingi muhim qism mana bu yoqda effektlar, ya'ni bu effektlar mana bu yoqda turibdi. Bu proyekt bo'limiga kirmaydi do'stlar. Proyektda ichida emas, shu narsaga e'tibor beramiz. Bu proyekt mana alohida, effektlar esa alohida do'stlar. Endi Windowsga kiradigan bo'lsak, mana effektlar alohida turibdi. Effect control ham alohida turibdi. Yana bitta eng muhim bo'limlardan bittasi menular bo'limi hisoblanadi. Biz nimanidir izlab topmoqchi bo'lsak, aynan menular bo'limidan topamiz. Ya'ni bizga ko'rinib turgan barcha narsa o'sha menular bo'limida joylashgan bo'ladi. Masalan, Windows ichiga kirib, effektni izlab topmoqchimiz, bitta bosadigan bo'lsak, hozir uch galchkasi mana bitta bossak, mana bu yoqda ko'rinadi. Agar ko'rinmay turgan taqdirda ham, mana buni o'chirib tashlaylik, mana bitta o'chirdik. Bu yoqqa kelamiz, mana ko'ringlar, galchka o'chib qoldi. Bitta bosadigan bo'lsak, yonadi va mana bu yoqda bizga mana ko'rinib qoladi. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa holatda hosil bo'ladi do'stlar. Demak, qisqa qilib takrorlab olamiz. Birinchi navbatda proyekt bo'limi bizga muhim, ikkinchi navbatda timeline bizga juda ham muhim hisoblanadi, uchinchi navbatda program monitor bizga juda ham muhim va to'rtinchisi effect control. Har bitta qiladigan ishimiz biz effect control bo'limida nastroyka qilib o'zgartirsak bo'ladi. Undan keyingisi effektlar bo'limi desak ham bo'laveradi. Mana shular barchasi juda ham muhim hisoblanadi. Masalan, effektlar bo'limida o'zimiz kerakli holatda JS deb o'zim yozib qo'yaman. Kelaman, xohlagancha masalan latlardan foydalanib mana bunaqa tashlab o'zgartirishim mumkin. Mana bunaqa qilib nastroyka qilib osonlik bilan ranglarni o'zgartirib to'g'rilab qo'ysam bo'ladi do'stlar. Maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoqqa tashlangan latlar mana bu yoqda mana effect control bo'limida bizga ko'rinadi. Bemalol bularni o'chirib yoki yoqib mana bu yoqdan ochib nastroyka qilib foydalansak bo'ladi. Keyingi darslarda ham o'rgatib boraveramiz do'stlar. Bunaqa ma'lumotlar, bepul bilimlar berishimiz uchun sizlar shunchaki obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Buning uchun biz juda ham xursand bo'lamiz. Montajda professional o'rganmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, ketma-ket darslar chiqarib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.